Turasizlarmi yo'qmi bugun? Choy ichamizmi? Hozir oyijon. Chiqsa qiyin bu kelinni. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Choy ichamizmi yo'qmi bugun? Xo'p oyijon, hozir o'g'lingiz Nima o'g'lingiz? O'g'lim yotaversin damini olib. Siz o'zingizni ishingizni bilib qiling. O'ting choyingizni damlang. Choy ichamizmi yo'qmi? Bo'ldi, lallaymen endi. Tavba qildim. Sho'rim qursin, shuncha pul sarflab, yemay, ichmay, o'g'limni to'y qilib, orzu havasli ko'raman deb, navarali bo'laman desam, endi buni qaranglar, navarali ham bo'la olmayapman. Qanaqa qizni menga bular o'tkazdi bilmayman. Mani bular aldadi, rosa ham. Na tug'ishni biladi bular. Tavba qildim ey. Assalomu alaykum aya. Va alaykum assalom bolam. Yaxshi dam oldingmi? Nima kayfiyating yo'q? Hech narsani o'ylama, siqilma. Senda ayb yo'q. Tug'maydigan qizini, matkasi yo'q qizini bizga o'tkazdi. Men senga zo'r qiz topib qo'yganman. Buni haydab yuborasan, boshqa xotina beraman senga. Hammasi zo'r bo'ladi. Kerak emas menga bunaqa kelin. Yo'qot. Men orzu havasli, navarali bo'lgim kelyapti. Ko'chaga ham chiqa olmayman. Buni dasta mana keldi lallay. Assalomu alaykum. Ota-onangiz aldab-sizlab sizni menga o'tkazib yubordi. Tug'maydigan qizini. Nimasi bu meni shuncha past qavala bo'lganimni o'ylamaysizlar? Odamlarning yuziga qaramayman. Bo'ldi oyi! Ayib menda! Meni kasalxonaga boring. Menda ayib, menda! O'zingni bos, olib boraman, hop. Yur boramiz, yur. Yur, hozirroq boramiz. Yur. Shu xotin, sanda.